Demak, shu mana hozir o'tgan tuproqlarimizni analizga yuboramiz. Mana endi men tushunarliroq qilib yozdim, hammaga tushunarli bo'lsin deb. Bu yerdan mana shu 0 qismidan yer ko'rsa, mana bu qismidan 30 sm gacha bo'lgan chuqurlik dagi namuna mana. Buni ichiga solamiz. Tuproq analiziga yuboramiz. Analiz qilib beradigan laboratoriyaga biz tuproqning mexanik tarkibi, pH, makro mikro elementlari, EC'si va shunga o'xshagan boshqa qo'shimcha parametrlarni aytib yuboramiz. U yerda xulosa kelgandan keyin biz bu yerga mos payvantak, mos nav, shlang agar kapilyatsiya qilinadigan bo'lsa, mos shlangli, umumiy bog'i 5 yilligi bo'ladigan yangi rejasini tuzib beramiz. Shuning uchun shu ishlar qilinyapti. Ko'rsatishimizdan maqsad bu aynan shu jarayonni hamma o'zini bog'ida tuproq analiz qilish kerak. Bu narsa men aytgan narsalarga juda kerakli bo'ladi va o'zini effektini beradi faqat. Ya'ni bu fermer hasot boshida masalan 2 million yoki 5 million xarajat qilishi mumkin. Bu o'zini kelajagi uchun, kelajakda shu tuproq holatiga qarab turib qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni bilar bilmas kuzda amifos solsam bo'ladimi, kaliy solsam bo'ladimi degan ko'rkorona ishlarni oldini oladi va ikkinchi o'rinda birinchi o'rinda desak ham bo'ladi, bu o'zini xarajatlarini qoplab beradi. Ya'ni bilib bilmasdan xarajat qilavermaymiz. Qo'limizda aniq yo'l xaritasi, aniq analiz bo'lgandan keyin tabiiy bilasizlar, hech qanaqa adashish bo'lmaydi. Xudo xolasa, bog' kuzatib turasizlar, dash bog' holatini ko'rsatamiz. Mana ko'rsatgan mana bu nok daraxtimiz 50 yoshli nok daraxt, yarim asrlik nok daraxtlar olib turibmiz. Endi ayrim sabablarga ko'ra o'smagan, bu yerda kompleksli ish qilamiz biz. Noldan hamma narsani qilib, xudo xolasa bog'i nasib qilsa hosildorligini oshirib, kerak bo'lsa yordam qilamiz foydaga chiqishga. Sog' bo'lasizlar. O'chiray. Ha, o'chiravering bo'ldi, baraka toping. Birinchi namuna 60 lik ola olmadik-a.